Ayrim holatlarda bemorlarda jinsiy a'zosidan turli xildagi oq, sariq yoki birozgina yashil sifatroq bo'lgan shilimshiq ajralmalarning chiqishi kuzatilishi mumkin. Bunaqa holatda dastlabki paytda bemorlar buni nima ekanligini bilmaydi va ma'lum bir vaqt davomida vaqt yo'qotiladi. Ya'ni bu holat balkim sog'lom insonlarda ham bo'lar, normal holatda ham bo'lishi mumkin deb kutib turadi. Lekin ma'lum bir vaqtdan keyin bu holat yanada kuchayib, qandaydir asoratlar bergandan so'ng ko'pincha holatda urolog shifokor ko'rigiga murojaat etiladi. O'zi bu holat nimadi? Bu holatni meditsinada o'tkir uretrit holati deyiladi. Ya'ni jinsiy a'zodan to'g'ridan-to'g'ri turli xildagi rangli, yiringli ajralmalarning chiqishi. Bu holat qachon kuzatiladi? Bu holat ma'lum bir turdagi bakteriyalar, infeksiyalar bilan erkak kishi zararlangandan so'ng yuqoridagi ajralmalar kelishi kuzatilishi mumkin. Endi infeksiyalar ikkita turga bo'linadi. Birinchisi bu aynan begona ayoldan yuqtirilgan infeksiyalar hisobidan yuqoridagi holat yuzaga kelishi mumkin yoki ayrim holatlarda sovuqotish, turli xildagi kasalliklar hisobiga organizmning immun tizimini tushib ketishi hisobidan yoki ayrim paytlarda prostata muammolaridan ham xuddi shunaqa ajralmalar kelishi mumkin. Ko'pincha holatda oddiy sovqotish, prostata muammolari bo'ladigan bo'lsa, bunda kuchli siygandagi achishish, bundan tashqari tana haroratining ko'tarilishi ham birga kelishi mumkin. Lekin ayrim holatlarda bu ayol kishi bilan himoyalanmagan jinsiy aloqa natijasida yuqtirilgan infeksiya bo'ladigan bo'lsa, kam holatlarda achishish bo'lishi mumkin yoki umuman suyuqlik keladi, hech qanaqa achish hissiyoti bo'lmaydi. Birozgina siydik kanalda qichishish hissiyoti bo'lishi mumkin va bemorda umuman tana harorati ko'tarilishi kuzatilmaydi. Dastlabki hatto bir hafta davomida ham, ayrimlarda 2-3 haftagacha ham. Demak, bundan taxmin qilish mumkinki, bu himoyalanmagan aloqa natijasida o'tkazilgan infeksiya bo'lishi mumkin. Bunaqa infeksiyalar qanaqa turlarga bo'linadi? Asosan eng xavfli bo'lgan 4 ta turi bor. Gonoreya, xlamidiya, trichomonada va mikoplazma genitalium. Gonoreyali infeksiyada ajralma ko'pincha holatda juda ham sap-sariq yoki birozgina sariq yashil aralashroq ajralma kelishi mumkin va yiring miqdori juda ham ko'p bo'ladi. Juda ham ko'p yiring keladi-yu, lekin bemorda ko'pincha holatda hech narsa bezovta qilmasligi mumkin. Demak, bu gonoreyaga xos hisoblanadi. Trichomoniyaz kasalliklarda esa birozgina ajralma yashil sifatroq bo'ladi. Xlamidiya hamda mikoplazma genitaliumda esa ajralma o'ta ko'p miqdorda bo'lmaydi, biroz miqdorda ajralma bo'ladi va ajralmaning rangi birozgina oq sarg'ishroq holatda bo'ladi. Lekin ularga agar to'g'ri tashxis qo'yib davolanilmasa, bu kasalliklar doimiy ravishda ajralma kelib turadi va ayrim holatlarda doriga rezistent bakteriyalarga ham aylanishi mumkin. Shuning uchun ham albatta yuqoridagidek shilimshiq, shunaqa suyuqlik kelayotgan bo'lsa, albatta sizda qaysidir vaqt davomida, balkim 4 oydir, balkim 5 oydir, umuman balkim 1-2 oydir, hafta ichida ham misol uchun yaqinlik bo'lgan bo'lsa, albatta shifokor ko'rigiga ko'rinib, ayoldan o'tuvchi infeksiyalarni istisno qilish zarur hisoblanadi va bu esa kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan eng yomon asoratlardan bittasi bepushtlikni oldini olib beradi bizga. Shuning uchun ham albatta jinsiy kanaldan turli xildagi rangli shilimshiq suyuqlik kelayotgan bo'lsa, shifokorga zudlik bilan murojaat qilib, buni oldini olib, tezroq davo choralarini ko'rishingiz zarur hisoblanadi. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, biz ko'pchilik erkaklarga foydali bo'lgan ma'lumotlarni berib o'tdik. Bu ma'lumotlarimiz sizga ham foydali bo'lgan bo'lsa, boshqalarga ham buni jo'natib qo'yishni unutmang. Bizga podpiska bo'ling va like bosib qo'llashni esingizdan chiqarmang. Salomat bo'ling.